Assalomu alaykum aziz obunachilar. Sherobod tumani To'g'iz qishlog'ida sotiladigan uchastkamizni obzor qilamiz. Darvozadan kirishingizda o'ng tomonda o'tiradigan xona bilan oshxona shu yerda joylashgan. Hovlimizda umumiy maydoni 10 sotiq, umumiy maydoni. Biraz mana hovlida tutlar bor. Tutlar strechka bo'lgan hamma tomon. Uyda ichini ko'rsatamiz. Ustalar remont tugatdi. Mehmonxona aboy bo'lgan, tapchamiz hammasi hol bo'lgan. Bu yoqda ikkita xonamiz bor. Hozir endi yig'ishtiryapti narsa qarasini. Ichkarida ikkita xona, mana tapchani ko'rsatib qo'ying. Hol bo'lgan tapcha. Bu yoqda. Mana kay. Agorat eng yaxshi tomoni 50 metr chuqurlikdan suv qazib chiqarib qo'yganmiz. Mana kay. Ichish uchun 8 tonnalik nima qilingan, quduq qilingan. Keyin yuraveramiz. Mana tayyor tandirxona, o'choqxona hamma narsa tayyor, o'tin-po'tinlar bilan qo'yibmiz. Banni, hammom hammasi yangi qurilgan, hali ishga tushmagan. Mana o'tin tezak qishga nima qilib qo'yishgan, hojatxona. Molxonaga fundament quyilgan. Hammasi cho'tka bo'lib turibdi. Pastda telefon raqam qoldiramiz. Uyda egasini telefon raqamini pastda qoldiramiz. Aloqaga chiqaverasizlar.